O'zbekiston davlat sifatida va xalq sifatida o'ziga xos jamiyatda nima uni qilayotganimni hozir tushuntirib beraman. Eng avvalo birinchi bitta qiz chiqdi, uyi yonib ketganini aytdi, xalqdan pul yig'di, ertasi kuni 2-3 kunning ichida yangi mashina oldi va bu narsa xalqqa ichida prank, bitta prikolday tushunildi. Hech kim ariza bermadi. Ichki ishlar matbuot kotibi chiqib, bizda ariza yo'q, biz unga qarshi hech qanaqa chora ko'ra olmaymiz dedi. Shu bilan unutildi hisob. Ana endi qarasanglar, ikkinchi bitta ayol chiqdi. O'zi nogiron bo'lishiga qaramasdan bolalar kiyimini tikkan holatda sochishga harakat qilgan. O'sha mahalla komitetiga borganmi yoki o'sha mahalliy hokimiyatga borganmi, shunga sotib berishga yordam beringlar deb, afsuski uni jerkib berishgan va amaliy yordam berishmagan xullas kalom. Bu ayol oldida boshqa hech qanaqa yo'l ko'rmaganidan keyin qo'lidan kelganicha qo'lidagi telefoni bilan ijtimoiy tarmoqlarga video qilib chiqargan. Omadi bor ekan, videosi demak tarqalib ketdi. Video tarqalishi bilan 1-2 kun ichida mahalliy hokimiyat maksimum harakat qildi bu ayolni qoralashga. Voy bizga yordam berganmiz, mana yordamlar olgan, hammasi turibdi, u yoq bu yoq deb ko'rsatuv tayyorlashdi mahalliy televideniyada. Keyin xuddi hech kim bilmaydi, o'sha yordam pulini olish uchun birinchisini o'sha oladigan odamning o'ziga berish kerakligini hech kim bilmaydi-da. Bizning ko'zimiz ko'r, quloqimiz kar. Undan ham yomon tomoni xuddi shu ko'rsatuvda o'zini bitta qo'shnisi chiqib yomonlab o'tiribdi. Yo'q, bu kiyimlarni import qiladi, import men sotib olganman, u yoq bu yoq edi, bu tikmaydi. Xuddi bir milliard dollarlik, million dollarlik biznes egasi haqida gapirayotgandek. Hammada bo'ladi-ku shunaqa bitta iplas qo'shni, o'shanga o'xshagan. Mana shu jamiyat faollari borib, tasdiqlab kelishdi, o'zi tikishini, nogironligini, sharoitlarini o'rganib kelishdi. Alloh yo'lini ochibdi, mana, bandalarim yordam beringlar, harakat qildi shu odam deb, mana yordam beringlar dedi. Ana endi 3-holat. Farg'onada bitta ayolni yechintirib, ikkita amaldor urushib qolgan, bir-biriga kompromat qilish uchun bitta ayol orada qolib ketgan, uni sha'ni ori kirib ketgan u yoqda. Shuni 9-8 oydan beri hal qilishdi, sud o'tdi. Sud ichki ishlar xodimlarini nohaq va aybdor deb topdi, qamadi. Lekin yil oxiriga kelib bo'lsa, endi hamma qo'shtirnoq ichidagi bir baloyu bir balolar hammasi o'zini ayblashni boshlashdi ayolni. Men hozir bu 3 ta holatda har biriga kirib mijalab tushuntirish niyatim yo'q, lekin aslida bu 3 ta holatga qarab turib, huquqiy, qonuniy jihatdan yondashadigan bo'lsangiz, birinchi ayol aybdor, ikkinchi va uchinchi ayol haqli, haqqini talab qildi xolos. Bu yerdagi birinchi ayol moliyaviy jinoyat sodir etgan, lekin unga qarshi hech qanaqa ish qilinmadi, to'g'rimi? Lekin ikkinchi va uchinchi ayol o'zini haqqini talab qilganligi uchun mahalliy hokimiyat va ichki ishlarga qarshi bordi. Afsuski, ularga qarshi kompromatlar, trollar hujumi, qanaqadir materiallar chiqib kelish boshladi. Ana endi meni fikrimcha, vallomati chiqsa ham, haqiqat, huquq va qonun tomonida turish kerak. Shunda hammamiz yuzimiz yorug', boshimiz tik bo'ladi.